Hozir siz ko'radigan uyi plyuslari ko'p. Metrogacha, trassagacha atik 100 metr chiqadi. Lokatsiyasi zo'r. Целый tegib podvol qilingan. Zeleniy zonasi katta. Assalomu alaykum hurmatli Moonhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Sergeli tumani Qo'yliq massiv 6. Lokatsiya juda ham sizga yoqadi. Bu uyni ayollar ko'rsa, aniq adasi olib bering deb turib olishligi aniq. Ranglari did bilan tanlangan, did bilan qilingan. Zeleniy zonasini qaranglar, juda ham kattagina, chiroyli landshaft qilingan, manzarali gullar ekib qo'yilgan. Mana bitta mashina tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan, sifatli xomashyodan qurilgan uyimiz. Narxini video oxirida aytaman, chunki videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilardim, hurmatli obunachilarimiz. Ana endi kelinglar, asosiy xonalarimiz bilan tanishamiz. Uy ichiga kirishimiz bilan kengina mehki zonalar qilib o'tiradigan hol keladi. Mana holda ham maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Holga mana shunday oynalar qilingan. Bu yoqqa televizorlar qo'yib, bu yoq tomonga divan qo'yib, maza qilib choy o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Chunki mana bu yoqda kuxnya bor. Kuxnya yaqin. Mana kuxnyamiz, oynalari panoramli. Kuxnyani o'zi ham kattagina, kuxnyada ham maza qilib choy o'tirsangiz bo'ladi. Kuxnyaga mana shunaqa shohona uslubdagi lyustralar ilingan. Kuxnya. Bu yoqda mana birinchi qavat uchun mehmonxona. Zal qaranglar, rangini oxirgi trenddagi ranglardan. Zaldan orqa hovlichiga chiqsanglar bo'ladi. Mana orqa hovlichamizda mana havo aylanib turadi uyimizda. Hech qaysi xonamiz gulxo'y bo'lib qolmagan. Hamma xonada havo aylanadi. Mana bu yoqda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil. Bu yoqda mana birinchi qavatga bitta spalnya qilingan, qaranglar. Rangini qaranglar, juda ham chiroyli rang. Bu yoqqa mana spalnya garnitur qo'ysangiz juda ham chiroyli turadi, chunki ikkala tomoni zamonaviy sitilniklar qilingan. Bu spalnyamiz ichida o'zini sanuziliga ega mana. Hamma sharoitlari qilingan. Bu birinchi qavatdagi spalnya. Oynasi ham panoramli. Oynasi orqa hovlichaga qaragan. Ikkinchi qavatga ko'tarilishdan oldin kelinglar, men sizlarni podval bilan tanishtiraman. Podvalimiz uyimizni yaxlitdagi podval qilingan. Zo'ra. Podvalli bo'lib, trenajyorniy zal, kinoteatr, kladovka qilib qo'ysanglar bo'ladi mana podvalimiz. Orqa tomoni mana katta forchkalar ochilgan, havo aylanib turadi. Bu yoq burchakka mana uyimizni yuragi isitish tizimi o'rnatilgan. Plus mana boiler qo'yilgan mana. Mana kotelning xonachamiz. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ko'tarilishimiz bilan bizani mana shunaqa kattagina chiroyli lyustra kutib oladi. Ko'tarilganimizda to'g'rida bitta spalnya, yotoqxona keladi. Mana qaranglar, sitilniklari ham juda ham chiroyli. Sitilniklari lyustraga moslangan, juda ham chiroyli. Bu yoqda yana bitta bolalar yotoqxonasi, детский spalnya joylashgan. Ranglarini qaranglar, juda ham yorqin ranglar. Meni o'zimga juda ham yoqdi. Bu esa ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil. Hisobda 4 ta sanuzil bor, hozir 4-inchisini ham ko'rasizlar. Bu yoqda mana ikkinchi qavatdagi mehmon xona, zal. Lyustrasini qaranglar, shohonagina. Ey! Metroni qaranglar. Metro. Shundoq, aytdim-ku, lokatsiya juda ham qulay. Bu ikkinchi qavatdagi zal. Hisobda 2 ta zal, 4 ta spalnya bor. Mana bu родительский master spalnya. Mana pastdagi spalyaga o'xshashroq, lekin rangi sal boshqacha. Buni ham ichida o'zini sanuziliga ega. Hamma sharoitlari qilingan. Uyimizni start narxi 230 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi.
2 sutik, 6 ta xona plus hol. Hisobda 3 etaj deb hisoblasang ham bo'ladi. Ko'rdinglar o'zingizlar, kattagina, kengina. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar. Sizlarning fikringiz bizga muhim. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Sog' bo'ling.